aka. Bismillah. O'tirib olavering aka, orqaga yomg'irdan olib qolmanglar aka, o'tirib olaversizlar. Chiqib olavering. Chiqib olavering, bu yomg'irdan qattiq chiqib olavering aka, sizdan bitta olib ko'raylik-chi. Assalomu alaykum, charchab qolmayapsizmi? Bismillah. Bo'ldi. Bo'ldi, aybini qildik. Ayb aka, o'tirib qolibdi. Yo'q. Assalomu alaykum, hammaga xayrli kech. Men endi o'zimizni ma'lumot tilida gapiraman. Jentra yurmay qoldi, statra aylantirmay qoldi deyshodi, bordim. Akkumulyatorlar o'tirib qolgan ekan, Andijondan kelishgan akalar ekan. Yaxshi ishlari tez bitdi. Akkumulyator primecha qilib yuzib berdim. Ichki safarlar bexatar bo'lsin. Akkumulyatorlar mabodo agar o'tirganini bilmayotgan bo'lsalaring, misol uchun mashina yurmayotgan bo'lsa, statra qo'shmayotgan bo'lsa, zajganani yoqasizlar, kalib yoqqanlaridan keyin hamma priborlar hamma yo'q yongandan keyin pechkani tonus ko'rsatga qo'yasizlar. Tonus ko'rsatga qo'yganlaridan keyin signal o'zi bossalaring, o'zi priborlarga xiralashib qoladi. Pechkani ovozi ham o'zi pasayib qoladi. Akkumulyator o'tirgani shundan bilsalaring bo'ladi. Yana qanaqadir savollar bo'lsa bemalol kommentariyga yozishlaringiz mumkin. Qo'limdan kelgancha javob berishga harakat qilaman. Tan joylaringiz sog' bo'lsin.